Kim oldilar biletni o'zi? Pochchan? Opam. Ha, opangiz. Zardo'dan. Hozir aytgan raqamga chiqibdi menga. Hozir aytgan raqamga chiqqan. Men to'g'rilab oldim shuni. Tabriklaymiz sizni. Spark mashinasini nasib qildi sizga. Muborak bo'lsin. Nima qilishingiz kerak endi? Endi mashina minib yurish kerak akajonim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun biz Jizzax viloyati Zariblar tumanidan keldik. Qizim mana shu milliy shouda qatnashib o'ynagan ekan. Mana yutuq bor ekan. Ishonchli o'yin ekan. Mana yutuqni oldik. Xudo xolasa yaxshi, bularga ham omad. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Milliy show o'yinida singlimiz, qayni singlim mana oldinda dadasi turibdi, otasi. Singlimiz bitta bilet olib o'ynagan ekan milliy showda. Omad kelib, mana xudo xolasa Spark avtomobili egasi bo'ldi. Tavsiya qilamiz. O'ynanglar va omadlaringni bir sinab ko'ringlar. Navbati bilan berilar ekan. Sabr qilib turamiz. Mana sabr qilgandik. Mana sabrimizga yarasha navbatimiz keldi. Mana Spark mashinasini hozir nomimizga rasmiylashtirib berdi. Hammaga tavsiya qilamiz. O'ynanglar, yutinglar. Qatnashinglar, o'ynanglar, yutinglar. Mana shunday mashinada O'zbekiston yo'llarida yurish sizlarga ham nasib qilsin. Milliy show zo'r!